Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'rida anglitildi. Qadrdon Po'latga 1000 so'm pulni berib, yotoqqa kirdi-da. Karvatiga o'zini tashlabdi. Uning to'risga tikilgan ko'z qarchuqlari tetib qoldi. Ras. Kuniga yerimdas haq qasraqlari to'kilib turadigan bu uyni qadrdon Beijing bo'sig'isiga qadam ilibla Abay gitardan 5000 so'mga setib oldi. Abay gitar asli kun xo'jayindan bu uyni 10000 so'mga setib oldi. Karvat, bir necha o'rindiq, divan, televizor degandek jabduqlar bilan bir qo'r o'ngishib olgan edi. Lekin o onam sakratgan deb bir kechada Şinjanga menish harpsida qadrdon kip qoldi. Abay uning og'zidan chiqqan yelga beraverdi. Albatta, bir muncha odam bir yotoqda sesiq puroq chilishib yotgandan ko'ra, ayrim yotoq degan boshqa gapda. Qadrdon bu tarafdan ko'ngli tinigan bo'lsa-mu, biroq g'ayratchan bu degandek kelgili 3 oydan oshgan bo'lsa-mu, biror ishning peshini tutanmadi. Tutanmadi emas, o'zining ko'tichidimidi. Veygungsanda bir oshxonada bir hafta ishlagandan keyin xo'jayin tungan bek ho'rinkan boshqa bolalardek o'zligidan ish qilmaydi ekan deb haydivatdi. G'ayratchan bu uni Ganjakodagi eng cho'ng kavobxonaga o'rinlashtirib qo'ygan edi. Bir kun kashkichi ziqqa kavob o'tkazgan gapga bek zerikib ketadigan kishi deb u ishni o'zi tashlabdi. Mana shundan beri yozin vajimdan olgan pulni xuddi pili qurti g'azon yegandek qirqib, yunib tugatib. Hozir uning vazifasi bor pulni xashlab tugatish. U har kuni tushkichi loydek ezilib yotadi. Agar qo'rsoq ochadigan ish bo'lmagan bo'lsa, u mangu qo'pmay bangining xiyolini qilib yetivergan bo'ladi. Ammo qo'rsoq yangi uni o'rnidan turg'izadi. Ganjakodagi oshxonalarning birariga kirib, biror qocha tomoq yeb bo'lgandan keyin Veygungsanga qarab mangmisi bo'lmaydi. Albatta, chekidig'inning g'amini qilmasa, kechda xumor tutib ketsa qandoq qiladi? Veygungson Ganjakoda heroin sotadiganlar to'p-to'p yurishadi. Shunga ularni qari qog'lar deb qo'yishadi. Bunda qari qog'larni tunib olmoq oson. Palampay, bino supullari yo'l qirlaridagi sinib to'sinlarda tizini juplab ham quchoqlab ikki putining uchini to'xtamay bir-biriga urib turganlarni ko'rsangiz, qari qog' ekan deyver. 3 oydan beri qadrdon qari qog'lar qadrdonni obdalla tunlaydi. Heroinning bahosimi o'rlab pasayib turdi. Soqchilar tutish, solash, etishni kuchaytgan hamon 1 gram heroin 400-500 so'mga o'rlab ketadi. Soqchilarning harakati salla jimib qoldimi? Qari qog'lar ko'payib 1 gram heroin 250-300 so'mga tushadi. Shunga qadrdon kuniga 5-600 so'mlik, ba'zida 1000 so'mlik chekadi. U Beijingga kelgan 90 kun ichida tamoq, yotoqlarni hisobga olmaganda 64000 so'mlik heroin chekibdi. Bu albatta 90 kunga chiqqanda hech qancha gap emas. Nima uchun? Chunki uningda Guangzhoudan elib kelgan. Shundaqla O'smarxon uni taslash uchun so'mkisiga sep qo'ygan 100 gramlik heroin zapas bor edi. Bo'lmasa tamoq, yotoq, kunlik xarajat ham heroin bo'lib, Yoqub hojim bergan 120 ming so'm pul tugagan bo'ladi. Elimi hozir u puldan 40 mingga yetmagan hisobda qoldi. Bumi ko'zni yumib ochqish tugaydi. O chaqda qadrdon qandoq qilarkan? Taqa uning kayfiyati o'rlab, g'am andishiga tushgan sari xumor shuncha ko'p tutdi. Qadrdon Beijingga kelgandan beri kunlari dakki-dukki ichida o'tdi. Hatto atiganliklari hojatxonaga kirishdan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Chunki ba'zi kechalari bir yoki ikki bola hojatxonada o'ri turgan, zo'ngzib o'tirgan qiyofatda
qo'liga yemni sanjigan holda ketib qoladi. Ularmi mushu Kun saroyga yetayotgan tijoratchi Uyg'ur bolalari edi. Ularni hargiz heroin chekib o'ldi deyishga bo'lmaydi. Qandaqdir jonni tez oladigan xatarlik kasal deb diagnoz qo'yiladi. Bo'lmasa uningga yerlik berilmaydi. Qadrdon bundoq o'limlarning bir qanchasiga boshdan oxir qatnashdi. Dastlabda jasadni qip-yalamash qilib muz ichiga olgandan keyin Ganjaku ish boshqarish o'rniga tasaddubiy yoki ig'ir kasallik tufaylidan bir tijoratchi bolaning qazo qilganligi haqida iltimos qilinadi. Ish boshqarish o'rni muzokara qilib bo'lib, ondan xalq ishlar bo'limiga yo'llab beradi. Ularning qancha kunda tasdiqlab yer boshqarish idorasiga havola qilishi albatta insofiga bog'liq edi. Bu jarayonda jasad 7-8 qatim muz orsiga inladi. Qadrdon burunlari makchiyib, ko'zlari g'alati chakchiyib, ig'izlari yo'g'on etilgan jasadlarga qarab yuragi og'atdi. Jasadlarning ko'kirib, qaridab, zabadik sarg'ayib ketgan shilimshiq badallari ko'z oldidan zodili ketmaydi. Bo'libmi, uni eng dahshatli iztirob qisog'ini qo'llangan go'rlar va jasadlarni ko'mishdagi vahshiyliklar edi. Butxona atrofidagi tog'liq jilg'alar, bambuksarliq, o'rmon, yonbog'ri edirlardan qo'llangan go'rlarning shakli ularga bergan pul bilan munosabatli edi. Bahosi yuqori go'rlar kengligi 80 cm elinib, 70 cm qo'llangandan keyin o'tiri 60 cm kenglikda qo'llanib, ikki tarafdan 10 cm dan qari qoldirildi. Jasad ashu 60 cm kenglik, 40 cm cho'nqurlikqa qo'yilib, simut ham gaj aralashtirilib yasalgan 5 dona taxtini 10 cm qirg'i tishlashtirib, jasad ustini yopadi. Ondan taxta ustiga bambuk qo'zg'idan to'qilgan bo'rini selib to'p tashlaydi. Bularni qilish, o'rinlashtirish butxonning shayxi tarafidan bajariladi. Puli oz go'rlar bo'lsa 60 cm kenglikda, 70 cm cho'nqurlikda qo'llanib, jasad kepini bilanla ashu tor go'rga niqtab kirgizilib, ustidan to'p tashlab ko'mib etildi. Bir qatim ko'kraklari keng, baslik o'rimchilik bir yigitni go'rga kaplaganda murs patmay qolgan edi. Shayx bir nechini dastlabla go'rga patqizib etdi. Qadrdon eliqi uzun qor kiyimli shayxga qarab qetibli qoldi. Bir nima deydisa, o'likingni nega opasan opa deydi-da, nurg'un ovochilik kelib chiqadi. Darvaqa Qadrdon qo'rqdi. Qo'rqqandimi xelidek cho'chidi. Yaqin yurtlarning qandoqdir tog' jilg'a, o'rmonlarga ko'milib ketgan ashu bolalarning qabrlarini tavob qilg'ili bir oydan keyin borsang topolmaysan. Chunki bil xazina changdab to'p tus bo'lmagan qabri ustini yop-yeshil o't qoplab, edirlar bilan bir tutash bo'lib ketadi. Iz deraksiz, nomi nishonsiz g'oyib bo'ldi degan mushu edi. Hojatxonalarda qetib kelayotgan bolalar, qip-yalamash muz tagida haftalab yetib, badallari odamning tini tikallashib ketgudek qo'rqinchli bo'lib ketgan jasadlar Qadrdonning mons xiyolida, uxlasa tushida, qo'rqqan sari ko'z oldida ayon bo'ladi. Ajab ish. Odam o'lgandan keyinla uningga surkirib, qo'rqinchli bo'lib ketadi ekan. Qadrdon Beyjingga kelib, haftami o'tmay Qurbon bilan tanishib qoldi. U qora qunchoq, bodom yuzlik, ko'zlari kichikroq, bakmo yiqishliq bola edi. Qurbon bir kuni Qadrdonning yotqiga kirib, birinchi bo'lib boshlagan gapi: "Ayrim yotoq bo'lsa, nima degan yaxshi ha" deyish bo'ldi. Ondan u yerdagi sarangi ko'yindilarni ko'rib, Qadrdonga gumonsirab qarab, "Hey, senmi chekamsan?" deb so'radi. U senmi deyish orqali o'zining chekidiganligini oshkorlab qo'ygan edi. Qadrdon ha degandek beshini langshitib edi.
u karvatga o'ltirganicha ikki chekisini qamallab uzun jimib ketdi. Uning ig'ir tingan ovozi anglanib turadi. Sen qanday o'ginib qolgan? So'radi Qadirdan uning g'amkin chiroyiga qarab. Yotoqdagi cho'ng bolalar, cheksang osmonda uchsan, eng esil yeri nimani o'ylasang shu ko'z oldingda paydo bo'ladi desa, oytinamni ko'ramanmikin deb chekibdi-ba. Oytinam degan ayolingmi? Nadiki? Ben uylanmagan tursam, o'lgan qo'shnimizning qizi. Qurbonning ko'zlari birdila nurlanib ketdi. Lekin ikkimiz bir yezil cho'ng bo'lib, 4-sinfgacha birga o'qigan. Senchi? Menmi cho'nglarning ozdirishi bilan o'ginib qolgan. Sen bu ko'nglingdagi qizni ko'raman debmi? Mening 8 oylik bo'lgan bolam onasi bilan o'lib ketdi. 2 yoshlik o'g'lim onasi bilan yo'qolib ketdi. Birdilla Zul'oy bilan mehribon esidan kechgan Qadirdan bu gaplarni o'zi uchun da'vatandi yoki qurboni uchunmi? Eng bo'lmasa zurriyat uchunmi? Ishqilib, u kimgadir to'ymay qarayotgandek ko'z qarchiqlari qetib qolgan edi. Bu Qurban hayronlik ilkida qildigan gapimni topolmay qoldi. O'ldi deysa, yo'qolib ketdi deysa, sening zodi qancha xotining, qancha bolang bor? 2 xotinim bor. Ularning hammasi yo'q. Necha yoshga kirding? 22 yoshga. Voy Xudoyim, men bilan tengkansa 2 xotlik bo'ldingmi? 2 xotinni bir vaqt olgan. Menga ava yo'q paypaq. Hozirgi zamonda nada borki undaq ish? Xudoyim o'g'il bolaga o'xshamagan darajada omad berdi-ki. Qadirdan xuddi o'ziga o'zi so'zlagandek gap qilib o'tadi. Lekin shu omadni sezadigan, tuta olgan odam omadli bo'ladi-ki. Bo'lmasa divoniga aylandi-ki. Sen omadli bo'lib boqqanmi? Qurbonning ko'zlari cho'mchiqlab ketdi. Masalan, hozir degandek. Bo'lgandimi? Ahtobiga yetgan. Qadirdan ist ayligandek 5-ayqadi. Ostimda Sevikning Lada mashinasi, hayratlik uy saroylari, Uyg'ur, Xanzo xo'jayinlar voy deb to'g'an. Bankalarga qo'yilgan millionlab pulning sonini bilmagan. 14-16 yoshli kichik qizlar atrofimda parvondek aylanib yurganlarini so'ramayla qo'y. Hozircha hozir u omadlar tutunga aylanib ketdi. O'ylab baqsan, u chog'larda omad huzuriga cho'mib turib, shu omadni bergan egisini unutgan ekanman. Qurban to'yiqsizda yuzini qamallab yig'laverdi. U esadab yig'lagan sari ikki murisi silkinib, bir ko'tarilib, bir tushadi. Qadirdan uning do'risiga papilab bazlib edi. U texmi hurkirib yig'lab ketdi. Qadirdan, sen uxlaysan. Mening dadam o'lib ketgan. Hozir ayto'lam onamning holidan xabar yetibdi. Qurban o'pkilab gap qilolmay qoldi. U qiz butun umidlarini menga bog'lagan. Albatta qana.
Ben şu torpun bilen onun Ahmet elip gelemdi. Ahmet mi? Baxt ata kılamdım, azap mı? Zəhər taşlaş orullarına kerip baksak bolamdı ekan ta. Meni o'limib demse? Qurban beşini kötürüp edi. Onun yüzlerdeki yaşlarını görüp Qadrdonning yuragi etishib ketdi. O yerga to'laydigan 7000 so'mni bir amallab topqili bo'la. Biroq ko'plari tashlab chiqibla yana kulib oldi. Xaroin degan bu ofatning ajalli yeri. Biror tamaki chekayotgan odamning qishida o'tirsangmi xumo tutuz ekan. Yotoqdagilarning hammasi chekayotsa. Qurban dedi Qadrdon ma'yus holda. Men hozir qo'rqyapman. Meni qo'rqma demsan. O'likim mushi yaqin yurtlarning tog' edirlarda qoldigan mehri bilindi. Qadrdon bilan Qurban pat-patla ashundoq mo'ngdishatdi. Ba'zida Oqsuluq Nurahmat to'qli kiribla ularga hamra bo'ladi. O beshi, yuzi, ko'zi ishqilib hamma yeri do'ptugilik bola bo'lib, bakmo xushbe'il edi. Komisariyadagi tijoratchi bolalarning ichida eng kichigi shu bo'lg'ashimi. Qo'ylar ichidagi to'qli hisoblanadi. Laqimi to'qli bo'lib qolgan edi. Umi yotqidagi ko'ni bangilarning qiziqtirishi bilan Xiroyinga ko'nib qolgani 3 yildan eshib qoldi. Uning soddaligi gap so'zdan emas, do'ptigirek diqmoq turqidanmi bilinib turardi. Qaranglar og'aylar, oqshom tushimda oppoq soqolliq bir bo'voy, dedi Nurahmat bir kuni ko'zlarini g'alitil chaqchaydi. Sen Xiroyinni tashlavatsan, jannatga kirsan, davatqudak. Bas kiramanmi? Ey, jannatda xumarim tutib qolsa qanday qilsa? Dedi Qurban hazil qilib. Yani shu konsari yaxshikan deb ketib kelasa qichan. Chunki u yerda qarqoqlar bo'lmasa, jannatga kirgizib qo'ygan Xudoyim xumarni bir amal qila. Ay to'xla. Ağzını bir sözle. Varqırdı Qurban. Xudoyim ne sen nemi ko'ryapsa? Hey, Nurahmatning degini? Qadrdon piqqidi kulyapti. Xudoyimni Xiroyin tepib berdi deganlik emas, sabr toqat berdi demakchi. Shundaqmi? Ha, rost. Aslida shundaq demakchi edim. Lekin ma'ul qarvay odamni elashtirib Nurahmatning do'ptigilak ko'zlari mo'ldirlab turardi. Hay og'inglar, meningcha eliqi oqsoqol bo'voy Xiroyinni tashlamoqning taslikini bilib turib o'ynashib kap qo'ydimikin deyman-a? Ey, endi ma'ul gaping chaqbosmidi? dedi Qadrdon. Shundaki o Xizr bo'voy sening bilan o'ynashib yurgili bekor qopdimi? O'zlarining mana mushunday qisatdi. Samimiy paranglar orqali musofirlik, g'ayratlikni birdan bo'lsin unutadigan bu bolalar kunlarini qilish tig'ida dar o'ynagandek o'tkazadi. Ovqatning g'ami, turmushning besimi, o'lim vahimasi ularning gajgisini besib turgan 3 tog' edi. Bulupmu 3-chi tog' yoshlar uchun to'limi qo'rqinchli. Oradan birari ketgan hamon birari hatto birar oygacha o'zini tinchab xomush bo'lib qoladi. Mana Qurban shakal o'lgida Komisariyadagi bolalar eg'izlari emas, ko'zlari bilan gaplashib, qandoqmi qilamiz degandek bir-biriga nadomatlik beqishib. Kesh gugun bilan tang sirtda shamol chiqishga boshladi.
sentabr oylari Beijingning ho'l yig'in ko'p bo'ladigan vaqtlari edi. Havoning tutulishiga egishib, qadrdonning kayfi sal o'rlab qoldi. Shundaqdimi, kechki tamoqqa Oltish Lag'man podshohiga chiqdi. Bir yumaloq shirayda Qashqarlik Oblekim Polo, G'o'jilik Farhod Razvi, Oqsuliq Nurahmat To'xli qatorliq 6 bola tamoq yeb o'tirardi. Ularning qatoridan qadrdonmi o'rin oldi. "Og'inglar, bir shum xabar bor", dedi Oblekim Polo cho'kisini taxsiga yo'lab qo'yib. "Yurtdan telefon keldi. Qurbonning onasi tugab ketibdi." "Buni shum xabar demaymiz", dedi kayfi chigish qadrdon. "Xush xabar deymiz." "Nima deysizlar?" "Ey, men Qurbon Shakalning onasini to'y qilibdi demidim?" Kerikdi Oblekim Polo. "Qazo qilibdi deyapman." "Men bu shuni xush xabarkan deyapman-ku." "Sen?" Oblekim Polo qo'llarini shaltadi. "Ko'nila yaşanğan çağda ballardan ayrılıp kalış üç baxtsizlikning biridir degan." Qadrdonning ko'zlari chaqchaydi. Bir mo'may yosh bolasining o'lganligini anglasa, qanchalik azoblanib ketar. Hatto shu azobda jon berishi mumkin. Mana endi Xudoyim azobdan qutqizib qopti. Buni xush xabar demay, yana nima deytar? "Hay, qadrdon zat bilan gap qildi", dedi bir patnosda 3 taxsi lag'man elib kelgan peshqadam usta. "Mo'mayning o'qigan namoz, tutgan ro'zalarining xosiyati bo'lsa kerak. Hayot chirg'ini yondiradigan o'g'lim bor degan umid bilan ketdi. Albatta, umid-sizga hayot do'zax degan gap bor emasmi?" Tamoq yeyotgan ve saqlayotganlarning hammasi jimmida bo'lishdi. Ularda turmushda yuz beradigan bundoq inchki mezonlarni o'ylab yetgudek farosat kam edi. Xayriyat. Qurbon o'lib 5-kuni muz kepanlikdan qutulib yerligida qo'yildi. Endi uning bir siqim to'pisi o'z hayotida biror qatimni ko'rib boqmagan qaysidir tog' turallarning yovigiya, dal-daraxt qurt qo'ng'izlarga yem bo'g'isi. Marhum Qurbonni yerligiga qo'yib qaytib kelgan kuni Nurahmat To'xla qadrdonning yotiqida birga yetib qoldi. Ular ikkisi hayotidan ansirab, o'zini tinglab qolgan edi. O'pchi yotoqda yotgan Nurahmat kechalari hojatxonaga kirishdan qo'rqatdi. Xumor tutib ketsa kirmay amal yo'qdi. Endi qadrdonning yotiqi bundoq ishlarga aptik edi. Ular har kunligi degidek bir karvatga yetib, o'ttiri kechalarigacha muңlashib, Xroinni o'zini kesir tashlagandan keyingi orzu tilaklarini so'zlashardi. Nurahmat to'lariq kichik onasining qizi Risolatxon to'g'riliq so'zlab berardi. Bu Sahra qizi to'g'riliq so'zlaganga nurg'un hikoyalar rost shundoq bo'lib o'tganmi yoki uning xiyol va tasavvurlarimi? Ishqilib, shahar qizlaridanmi kam tepiladigan romantik hikoyalar edi. Ajab ish. Qurbon Oytunam haqida so'zlab bergan edi. Qadrdonning ko'z oldida Zuloy paydo bo'lsa, Nurahmat Risolatning ismini chiqardi. Mehribon oyam bo'ladi. Shunga har ikkilisining hikoyalari lab bo'lsin, yoki sos bo'lsin, uni hayajonga soladi. Ham o'zini shuningga ishondiradi. Ko'ngliga shak kelgudek bo'lsa, o'zini ayiblaydi. "Ay Nurahmat", dedi qadrdon bir kechasi chirog'ini o'chirib etib. "Rost gapni qila. Zahar tashlash o'rniga zodi qachon tizim emas?"
yana bir hafta sabr qil. Qo'limdagi molni tugitay. Hey, pulim kelmasa, men bilib turay dedim-ku. Uni bilma. 50 ming so'mlik molni bir yo'lda elib olibdim. Azroq qoldi. Endi xo'jayinga qaytarsam, unmaydi. Aramızda to'xtama tursa. Qanday to'xtama? 50 ming so'mlik heroin setilib bo'lgandan keyin 20% haq berish. Tutilib qolsa, olgan odamni pash qilmay, pulmas bo'lib olish. Agar 3 qatim o'ngishli tijorat qila olsa, 3 qatimlik kirimning 15%ni mukofot qilib berish. Mushunga o'xshash bir mush to'xtam shartlari bor. Amsi bir hafta juma. Undan keyin heroin sotmaysa. Meni xushtarmiki demsan? Amal yo'q qilayotgan ish bu. Nurahmat ostan shivirladi. Hey. Ikki yili xotining chiroyliqmidi? Ammo mehribonning gapini to'laroq qilib qaraganda uni bakarak yaxshi ko'rdiga o'xshaysa? Hey, undaq dema. İkkelisi göherdek balalar idi. Qadrdonning burnini tatqanlıqdan ko'ngli buzilganligi bilib qolgan Nurahmat bu gapni so'rg'iniga pushaymon qildi. Agar Zulay hayot bo'lgan bo'lsa, balam 10-11 oylik bo'lgan bo'ladi. Hozir Qaysar 2 yoshdan oshdi. Voy, xafa bo'lma adash. Xotin ballarının yepi chiqsila yig'laydiganligini biladi, dedi Nurahmat. Lekin so'rg'im kelib turdi. Sen normal odam bo'lib, risolatni baxtga erishtirman degan orzuingga yetsa, senmi yavaş, o'moq, samimiy Babina Gülün bilen Qaysar oğlunu çoxum tapalaysa. Etqinin kelsin. Qadrdon bu qatim ön serip yig'lavatdi. Qadrdon bilan Nurahmat bir karvatda nondishib yotgan bu unutulmas kecha mangulik xotira bo'lib qoldi. Ular abadil abad vidolashdi. Nurahmat shu kuni heroinni biriga to'pli sotdi. Pulni topshirib berish uchun xo'jayinning Vangpujindagi palma ko'chatlari ko'karib turgan bog'liq qo'ylisiga bordi. Qayoqdandir paypaslab yetib kelgan bir chakar uni bog' orqasidagi ravoqqa boshlab opardi. Nurahmat amdili pulni so'mkadan elishi. Qayoqdandir paydo bo'lgan soqchilar ravoq atrofini qo'rishib oldi. Xo'jayin Nurahmatni boshlab keldi deb tushundimi yoki qutulishning chorasi deb bildimi? Ishqilib Nurahmatning qonidan quchoqlab, tapanchisini uning beshiga tanglab turib oldi. U orqachi dojib Nurahmatni so'rab etmadi. Qur'onni tashla, bo'lmasa buni etib etaman deb bar ovozida qaqirdi. Xo'jayin haddidan ziyoda jiddiylashib ketdimi? Ishqilib tapancha vangli qilib etilib, Nurahmat uning qo'lida sangilab qoldi. Bo'ynidan etilib chiqqan qon oq ko'ylakni qip-qizil bo'yatdi. Soqchilar etilib kelishi, xo'jayin tapanchisini o'zining mingsiga niqtab turib, tapkini besivatdi. Qadrdon Nurahmatga hamroh bo'lib bir kecha doktorxonada yotdi. Nurahmat tong so'zlarga yaqin ko'zini ochib, tom to'rislag'i bir olaydi. Ondan Qadrdonga qarab nimadan bur degan edi. Qadrdon uning og'ziga quliqini yaqin elib kelib, sening karvatingda birga yetib bir mundishvog'im bor edi degan gapni anglay oldi. Shundan keyin Nurahmat bu dunyoning azob uqubatlarini tiriklarga qoldirib, 20 yoshlik hayot musofasini oxirlashtirdi. Qadrdon shu kundan boshlab g'anitil bo'lib qoldi. Uning burniga o'limni puraydigan. Shuningdan o'zga yo'l yo'qdek. Bo'lgan taqdirdami ishonchlik emasdek bilinadi. Odam degan bu dunyoda nihoyat ko'p narsalarga erishmoqchi bo'lib, bir umr tirishib ekan.
nurg'un badallarni to'lab holdan ketadi ekan. Bir kunlarga kelganda, bo'ldilar. Nimaga shuncha o'la qilaman deb turganida. Taqdir baxt omad go'harlarini yoltidi qilib, yenandini ko'rsatdi ekan. Sen yana qaytadan ot selib qo'g'laydi ekansan. Bu yo'lda tortgan azob o'qibat, hasrat nadomatlaring ko'zingga ko'rinmaydi ekan. Ammo eriqi baxt omad 40 yilda bir ko'rinadigan quyruqliq yulduzdek sendan uzab ketadi ekan. Sen horib ekansan. Erib holingdan ketadi ekansan. Bo'ldi. Endi o'sha la'nati baxt omadni hargiz qo'g'lamayman. O'zingga chiqsin deb o'zingga tasalli beryaptingda. Eliqi yuzi qalin, tavi nozik baxt omad yeningni ko'z qisadi ekan. Qisqasi, odam degan bu sodda, yeligan, to'ymas maxluq bir umr taqdirning o'yinchiqi bo'lib o'tadi ekan. Qadrdon, kecha-kecha qorong'u to'risga qarab qilgan tumanning xiyollarning ichida birdan bir chiqish yo'li o'lim ekanligini, shu orqali yo'qlik olamida g'oyib bo'lib, bu dunyoga kelgan kelmaganligini, azob uqubat o'chqida puchlandingmi yoki huzur alovat qozonliq qaynadingmi? Sen kimlarni xor qilgan, kimlar seni beshiga toj qilgan? Hammasini unutmoqchi bo'ldi. Biroq tong yurib, kun qizilligi yotqidan ma'rif edi. Hayotning naqadar go'zal, madanatlik ekanligini his qildi. Ras, bu yeshil koinotga, quyoshlik olamga kim to'yib o'tgan? Kishining 4 kun bo'lsa-mu kun serig'ini ko'rish uchun o'zi qaraq yashag'us keladi. Bo'ldi. Qadrdon yashaydi. Beshig'i tog' o'ntirilib, osmon zamin ostin-ustin bo'lib ketsin. O'lib o'lishdek chidamaslikni qilmaydi. Qadrdon bozorga chiqib, qo'rsqini to'yg'izib qaytib kirdi. O, amdini karvatga o'zini tashlab turishi, eshik zarb bilan tepilishdan jaloqlab echildi. Qo'rqib ketgan Qadrdon o'rnidan dimg'ida sakrab turib ketdi. Yotoqqa 8 qurolliq soqchi bostirib kirdi-da, uning qo'llarini qayirib ko'zi selishdi. Bu asnoda 4-5 soqchi qo'llaridagi lom temir ko'rak, bulqlar bilan tamlog'i urib, yerga yeyitilgan qishlarni qo'mirib, birdamdala yotoqni yonyo'si qizvilingan etizg'i o'xshitib qo'ydi. Bir soqchi tapto'q deb varqirishi, boshqalarni yugurishib berishdi. Qadrdon bo'yindab bir qarab cho'chib ketdi. Rost degandek, ular divan ostini ko'lab, qop-qora sulyog'iga o'ralgan bir tugunchakni sug'urib oldi-da, yotoq o'ttirsida ochdi. Uning ichi rezinkir yasalgan. Sulyog'da qo'yilgan har xil qiliblar. Po'latqa, yog'ochga o'yilgan tamg'ila. Shundaqla yosilib tayyorlangan pasport, oliy maktab diplomi, shofirlik prava ham xilma-xil tunishtirishlar bilan to'lgan edi. Bu nima? So'radi semiz soqchi. Degina qani? Men bilmayman. Bu sening uying tursa, nima qilmaysan? Bu uyni men setib olgan. Buni hammasi biladi. Uyni setib bergan odam tunimsa? Yo'q, tunmayman. Qo'lig'i ko'zi selingan Qadrdon Ganjaku bozoriga chiqdi. Bir ko'cha Shinjonlik Uyg'ur bolalar bilan to'lib ketgan edi. Soqchilar ularni yalab, Ganjaku ish boshqarish o'rnining hovlisiga to'plab, bir chetdan tizimlayotdi. Bu chog'da g'uljilik Solih Paynakning kavobxonasida xotellik G'ayratjon, Ayso Xenanjar, Idris Mo'din, O'rinchilik Dilmurod Makash va Solih Paynaklar choy ishkash paranglashib o'tirardi. G'ayratjon kavobxonning darpardilik derazalardan Ganjaku ish boshqarish o'rnining to'g'risiga ittirib kirgizayotgan tutqunlar ichida tuyuqsizda Qadrdonga ko'zi tushib qoldi. U ko'rganiga ishonolmay deraza tuyiga beribla cho'chib ketdi.
Sadika, o'tganda men san gapini qilib bergan qadrdonini tutib olibdi, dedi G'ayratjondu sirtqa qarab qo'yib. U bola ergib sotmaydi. Nasllik toy ne'ishdan bilinadi degandek. Dilmurat Makash gap qistirdi. O, pulni ancha do'stmaydi ekan. Olqini kangri, himmatlik bo'ladigan bola ekan emasmi? Sizlar choy ichgach o'tiringlar. Men chiqib kirman, ha? Salih Paynak yo'g'on gavdilik odam bo'lg'achqimi? Long dastlab keldi. Tutqunlarni u yoqda tur, bu yoqqa o'tayotgan semiz soqchini Shavtang deb chaqirishi. Eli qisaqchi yugurib yetib keldi. Shavtang Salih Paynakning oshxonasidan doim xazina izlab turg'achqa, ikkisi yaqin tunishlardan bo'lib qolgan edi. Shavtang, mening inimni tutmayapsizlar-ku, dedi Salih Paynak. O birer chatoq chiqarib qo'yibdimi? Qaysi sizning iningiz bo'ladi? So'rdi Shavtang. Egiz bo'y yigit shu. Salih Paynak to'p ichidagi qadrdonni ko'rsatdi. Ismi Qadrdon. Dedi Shavtang. Uning uyidan soxta guvohnoma yasaydigan narsalar chiqdi-ku. Xato deyishibsizlar, dedi Salih Paynak Shavtangning murisiga qo'lni qo'yib. Uning Beijingga kelganiga tehi 2 kun bo'ldi. U uyni boshqalardan setib olgan. Soxta guvohnoma yasaydigan narsalarni burun o'tirganlar yo'shirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Enim unda qishlarni qilgan bola emas. Shundaqmi? Shavtang beshini qashlab sal turib oldi. Amsa Salihjon aka, sal saqlab turing, Shavtang oldirib ketib qoldi. U Ganjaku ish boshqarish o'rnining ho'yisiga to'plashib ketgan tutqunlarga qarab, Kadidang deb bir necha qatim varqirashi. Qadrdon xuddi bu yerga Jang Yongching, Long Dato, Yang Insan xo'jayinlar kelib qolgandek yurak sep ketdi. Men deb varqirdi u. Semiz soqchi uning qo'lidagi ko'zini elib etib, sirtqa ep chiqdi. Salih Paynakka topshirdi. Qadrdon cho'qqisida chechi yo'q. Lekin gadindagi sarg'ush bo'diri chochlari orqasiga qoyilib turgan baslik odamning orqasidan maqdi. Ular kavobxonaga kirgandan keyinla G'ayratjondu, Ayson Xenanjar, Idris Modun, Dilmurat Makashlarni ko'rib, ko'ngli joyiga tushgandek bo'ldi. Qadrdon bularning ichida o'g'ri ham yonchiqchilarning pir ustozi Idris Modunning boshqalarni yaxshi ko'radi. Idris Modun to'g'ri kelsa, ota-onasining yonchiqiga qo'l silishdan yonmaydigan niyati yomon odam edi. Seni nemiz tutdi? Dedi G'ayrat qopqini ochmay. Nemiga o'nchiqmay tursa, gap qila. Soqchilar yotoqqa bostirib kirib, soxta guvohnoma yasaydigan narsalarni tepib oldi. Shuni bilan tutib chiqdi. Gittarning bolasi qolsanda, dedi G'ayratjonda. Uka, nimancha jo'dab ketdi, dedi Salih Paynak Qadrdonga sapchilib. Senmi chekidiga o'xshamamsan? Chekima. Qadrdon yerga qaradi. Hey bola, Salih Paynakning ko'zlari olaydi. Zodi sening tashlaydigan niyating bormi yo'q? Ba. Tashlamasam zodi bo'lmaydi. G'ayrat, men 4 so'm ep berma, dedi Salih Paynak gadimniki bo'diri chochlarini silab qo'yib. Sizlar shu xo'tallik 1000 so'mdan
3 mingni chiqaringlar. 7 ming so'm bilan Mahvadashni zahar tashlash o'rniga olib berayli. Mening ish vaqtim yaxshi emas, dedi İdris Mo'dan qopqini ushdi. 1000 so'm pul chiqaramasmanmi-ki? Bodi ag'inlar. Dilmurat Makash hammaga qaradi. İdrisdan pul olmoq, qiydam kakiga sap topmoqdimi tas? Hammasi qaqoqlab kulib ketishdi. Qadrdon qizirib ketgan İdris Mo'donga mixdek qadaldi. G'ayrat, Aysa, men uchimiz 1000 so'mdan 3000 so'm chiqaramiz, dedi Dilmurat Makash. Bu zahar tashlash o'rnining rasmiyat puliga yetadi. Ha, endi buni turmush ishlari uchun. Jango. Salih Paynek g'ayratga qadaldi. Bu bola birni birdigilik yurtqin bo'lgandan keyin seni qarab turma. Chataq yo'q Salika. Osh tamoq almashtiradigan ish kiyimlarigacha yetkazib berma. Shu kuni tushdan keyin g'ayrat Jangdo, Aysa Xinanjar ikkisi qadrdonni Beydin shaharlik jamoat xavfsizlik idorasi zahar tashlash sog'lomlikni asliga keltirish o'rniga 7000 so'm pul to'lab kirgizib qo'yishdi. Bu o'rinning muhiti intayin pokiz bo'lib, qadrdon kirgan hamon munchiga tushib, mushu o'rinning forma kiyimini kiydi. Oydin kecha Beijing osmoni xuddi aktarlar sandig'idan to'kilgan enjum marvoyitlardek yo'lsizlarga to'lgan. Oktyabr oylarining salqin shamili chiqib turardi. Sargardonlik hayotida birinchi qatim kang, ozoda, pokiz yo'tqonlar ichida yotgan qadrdon derazadan borib turgan oyga qarg'inicha shirin xiyollar qaynimida o'zmakda edi. Ras. Uning ko'z chanoqlaridagi so'psizlik yoshlarda suyimlik ayoli mehribon. 2 yoshdan oshgan o'g'li Qaysar oyam bo'lmoqda edi. Ana, badindan mushki anbar hidlarini tarqitib, mehribon uningga qarab kelyapti. Ona suti teniga singib ketgan Qaysar tatliq, chuchuk tillar bilan "Apa, dadamning emikiga soqol chiqibdi" deb kichik olqonlarda yuzlarini salavotdi. Biliq shirkatida ovozga erilib, Biliq to'rda anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun o'sharga chanlatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonlarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.